Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hurmatli vatandoshlar, biz hozir Rossiyaga kirdik mana. Astraxandamiz. Qo'chog'imiz loyib ketdi. Qozog'iston ishlari yomon ekan mana. O'rtoqlar, hozir yo'lda to'xtadik. Sizlarga bir tabiatni ko'rsataymi? Oqqushmi? Bu nima edi bu? Suv ichida yurganlar. Oqqushlar rosa ko'p ekan mana yerda. Burgut? Ha, o o'ta burgut ham turibdi. 3 ketsa kerak-a burgut oldiga borsam, ha? O, ketvardi oqqushlar ham, ha? Ana oqqushlar. Havo sakin, tinch-a. O'rtoqlar, mana nihoyat Moskvaga yetib keldik hozir. Qor mana Moskvada. Moskvadan 70 kilometr tashqarida вообще qor yo'q. Bahor. Faqat g'urbat g'arib Moskvada. Bari sovuq. Ha. Ko'rishlaringiz mumkin. Hozir ham yog'ib yotibdi qor mana. Qayerga qarasa ko'rinar ekan mana. O'zbekistonda yurgan akalarimiz sizlarga maslahat, bu yerga kelyap turgan bo'lsalaringiz, issiq kiyimlarni olib kelaverasizlar. Issiq rabochiy kiyimlarni olib, kurtkalarni olib, sapoylarni olib deydi-yu. Hali bahor kelgani yo'q Moskvaga mana. Hali daraxtlar mana bakam chiqargani yo'q. Biz dekabrda ketyap tursak, qanday holat bo'lsa, ash holat bo'yicha turibdi hali ham, subhanalloh. Video setda yakunlaymiz, xudo xolasa. Sayohatimiz shu yerda tugaydi. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Yangi videolarni ko'rib turaverasizlar. Mana biz hozir toychog'imizni ham ko'rsataman. To'g'ri ustaxonaga kirib keldik. Shu balonlarini damini tekshirtirgani mana. Shina montajga kirib keldik mana. Toychog'imizga malades.